Oyi, qayoqqa ketamiz? Qayerga ketamiz? Ketamizmas, ketaman. Qayerga ketasiz? Dadang yo'q, senlar yo'q joyga. Ochiq mozorga, go'rga. Bo'ldimi? Hay. Ya? Kelin, bolalarga nimaga unaqa gaplarni gapiryapsiz? Qo'ying narsalaringizni, Ajmal bilan o'zim gaplashaman. Kerak emas, gaplashmang. Boraman-da, 3-chi bolamni oldirib kelaman. Voy, tavba qildim deng. Ikkita boladan keyin o'zi davolanib, zo'rg'a shunga erishdingiz. Nega unaqa qilasiz? Kira qoling ichkariga qizim. Menga gapirguncha, borib o'g'lingizga gapiring. 3ta bolali bo'lib ham tavba qilganlar yo'q. Ko'chada kimlarnidir izidan yuribdi itga o'xshab. Qizim, yaxshi gaplarni gapiring eringizga endi. Ha, bunaqa it-bit deb turganingizdan keyin. Nimaga men yaxshi gapirishim kerak? O'g'lingiz yaxshi gapirsin menga. U erkak-ku. Ko'ngil olishchi, birinchi o'g'lingizdan bo'ladi o'zi. Lekin endi menga kerak emas. Bolalari ham, mehri ham, o'zi ham. Menga qarang qizim. Ha, bolalar ikkalasingiz-ku, siz sal og'irroq bo'ling. Oyi, qo'ying. Men keta qolay. Oyijon, ketmang. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bizni tashlab ketmang. Oyi, meni ham olib keting. Sizlarchi shu yerda otanglarning yonida qolasizlar. Meni tinch qo'yinglar. Oyi, biz ham ketaylik. Mayli. Oyilar qaytib keladi. Qani ketdik. Yuringlar. Otanglar nima ko'rdimi? Senlarda nima ko'rardim?